Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining cha qatoridagi harflarni o'rganamiz. Chagyo. Cha qatorida 3 ta harf bor. Cha, chu, cho harflari. Cha, chu, cho. E'tibor bering. Bu harflar chi harfi bilan kichkina ya, yu, yo harflaridan tashkil topgan. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf cha harfi. Cha harfi qanday yoziladi? Birinchi chi harfini yozib olib, keyin kichkina ya harfi yoziladi. Cha. Keyingi harf chu harfi. Chu harfi ham birinchi chi harfi va kichkina yu harfi bilan yoziladi. Chu. Keyingi harf cho harfi. Cho harfi chi harfi bilan kichkina yo harfidan iborat. Cho. Endi bu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? O'cha. O'cha. Choy. Shichaku. Shichaku. Kiyib ko'rish. Icho. Icho. Oshqozon. Chavan. Chavan. Piyola. Chusha. Chusha. Ukol. Chori. Chori. Ovqat tayyorlash. Chayroy. Chayroy. Jigarrang. Chumon. Chumon. Buyurtma, zakaz. Chugoku. Chugoku. Xitoy. Chokimbako. Chokimbako. Pul yig'adigan quti. Chushajo. Chushajo. Avtoturargoh. Cho'zishlarga e'tibor beramiz. Chushajo. Keyingi so'zimiz Okumanchoja. Okumanchoja. Millioner. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.